Asab tizibingiz endi zo'riqishga dosh bera olmayotganini 5 ta belgisi. Birinchi belgi. Siz juda tez jahlingiz chiqadigan bo'lib qoldingiz. Arzimagan narsaga ham birdan portlab ketasiz. O'zingiz ham buni sababi jiddiy emasligini tushunasiz, ammo baribir o'zingizni boshqara olmaysiz. Ikkinchi belgi. Xotirangiz susaya boshladi. Fikrni jamlash qiyinlashadi, diqqat pasayadi. Ba'zi so'zlar yodingizdan chiqib qoladi. Go'yo miyangiz doimiy yuklama ostida ishlayotgandek, avvalgidek tez va samarali ishlay olmaysiz. Uchinchi belgi doimiy charchoq. Endigina uyg'ongan bo'lsangiz ham o'zingizni holdan toygandek, charchagan his qilasiz. Dam olgansiz-u, lekin organizmingiz xuddi tiklanmagandek. To'rtinchi belgi odamlardan tobora uzoqlashasiz. Muloqot qilish, uchrashuvga borish yoki biron bir joyga borish, chiqish hissi pasayadi. Ilgari odatiy bo'lgan ishlar endi sizga ortiqchadek tuyuladi. Beshinchi belgi tushkunlik va og'ir xayollar sizni tobora ko'proq bezovta qiladi. Kayfiyatingiz tez-tez tushadi, lanjli bosadi. Hamma narsa yomon va hech qachon yaxshilanmayotgandek tuyuladi. Bunaqa holatni e'tiborsiz qoldirmaslik juda ham muhim. Ba'zan bu belgilar shunchaki charchoq emas, balki mutaxassis yordamini talab qiladigan alomatlar bo'lishi mumkin.